Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Maxtumquli ko'chasida joylashgan G'ishtli Novostroyga keldik. Nomi New Life. Bu kompleksimizda 8-qavatda 65 kvadratdan iborat 3 xonali Yeva remont mebel texnikasi bilan xonadon sotuvga chiqdi. Ketdi bir labzori ko'ramiz. Bu xonamiz otlama yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Akkuratni, spokойный tonida qilingan bu xonadonimizni. Bu yog'i общий sanuzel. Remont ham juda ham sifatli, kачественный amalga oshirilgan и yana bitta детский xonamiz. Yosh bola uchun ham рабочий zona qilingan и детский spalniyadan сразу zalga chiqib kelamiz. Zal o'zini bitta balkoni ham mavjud, xohlasa akkuratni dekor qilingan. Zal o'zidan bemalol oshxonaga kirib ketsak bo'ladi. Oshxona ham ko'rgan bo'lsanglar tayyor, minimalizm stilda qilingan. O'zining духовой shkaflari mavjud. Hamda посудомоечный mashinasi ham bor, gazli plitasi, yonida elektrический plita ham qo'yilgan, mabodo gaz o'chirgan bo'lsa. И hamda o'zini skrytniy холодильник ham mavjud. Dizaynni buzmash uchun hamma mebel texnikamiz xudo xolasa Hoffman ishlatilgan. Ushbu xonadon sizlarga yoqqan bo'lsa, narxi 125 ming dollar, 65 kvadrat, hech kim yashamagan xonadonni bemalol pastiga raqamlar bo'yicha xaridsangiz bo'ladi. Salom bo'ldi, ko'rishguncha.